Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. Rejalarimiz: birinchisi masofaviy ta'lim haqida tushuncha, ikkinchisi masofaviy ta'lim texnologiyalari haqida, uchinchisi boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar roli. Birinchi rejamiz haqida gaplashib olamiz. Birinchi rejamiz masofaviy ta'lim haqida tushuncha. Masofaviy ta'lim o'zi bu nima? Masofaviy ta'lim o'quv jarayonining maqsadi, mazmuni, uslublari, o'qitish vositalari va internet texnologiyalari yordamida tinglovchi hamda o'qituvchilarning masofadan turib interfaol muloqot qilish jarayoni hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoda ko'pgina OTMlar, yirik korxonalar, mutaxassislar malakasini oshirishda ushbu uslubdan foydalanib, yiliga millionlab pul mablag'larini tejamoqda. Masofali ta'lim rivojlanishi orqali bir qancha iqtisodiy-ijtimoiy masalalar yechiladi. Xalqning ta'lim olish darajasi oshdi, 9%dan 15%gacha. Oliy ta'limga olish imkoniyati o'sdi, oliy ma'lumotga ega bo'lish ehtiyoji oshdi. Masofaviy tashkil qilish asoslari, didaktika. Masofaviy o'qitish shakllari: A. Andreev, S. Po'lat, M. Ibragimov, V. Kuklov, A. Safonova, M. Solotkova va P. Tixomirov va boshqada olimlar tomonidan mazmuni ochib berilgan. Yuqorida olimlarning ta'kidlagan o'qitish modellari va texnologiyalaridan kelib chiqib, umumlashtirilgan holda quyidagi masofaviy o'qitishning tizimlarini ko'rib chiqamiz. Bular: birinchisi korrespondentik ta'lim, ikkinchisi keysli o'qitish, uchinchisi televizion o'qitish, to'rtinchisi tarmoqli texnologiya. Ikkinchi rejamiz masofaviy ta'lim texnologiyalari haqida tushuncha. Masofali ta'lim uchun tayyorgarlik, texnik qurollar. Birinchi navbatda masofali tizimlarda ishlash uchun mumkin qadar shaxsiy kompyuter yoki noutbuk va internet zarur. Sababi fayllar bilan ishlash zarurligi kelib chiqadi. Shuning uchun hurmatli taraflar, birinchi navbatda imkoni bo'lsa albatta yashayotgan joyingizda o'zingiz dars tayyorlash o'rni hamda noutbuk va internet bilan ta'minlab olsangiz maqsadga muvofiq. Oldinda sizlarni 5 yil davomida o'qish, konkurs, mustaqil ta'lim olish vazifalari turibdi. Quyida masofali tizim tashkil qilish arxitekturasi ko'rsatilgan. Uchinchi, boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar roli. Masofali ta'limning hozirgi sharoitda tashkil etilishi. Bulardan birinchisi Moodle. Bu veb dastur Moodle ta'lim resurslari tizimga yuklanadi va bajarish uchun topshiriqlar beriladi. Bu hozirgi kunda ko'p OTMlarda foydalanib kelayotgan ilova. Web konferensiya Zoom, Webex, Teams, Google Meet, Mail Call programmalar orqali darslar o'tilishi. Uchinchisi chat texnologiya, Telegram, WhatsApp messenjerlari foydalangan holda mashg'ulot o'tkazish. Bularning barchasi hozirgi kunda keng qo'llanilib kelayotgan ilovalar hisoblanadi. Masofaviy ta'lim tizimidagi ishtirokchilarning asosiy vazifalari. Birinchisi bu talabalar. Fanlarga a'zoligi, kurs fanlari soatini bilishi, dars jadvali, topshiriqlarni bajarish, savollar, ma'ruzalarni o'zlashtirilishi. Ikkinchisi professor o'qituvchilar, fanlar bo'yicha kurslar ochish, o'qitadigan talabalarni kursga yozish, ta'lim resurslari bilan to'ldirish, leksiyalar, amaliy ishlar, slayd, test, topshiriqlar, glossariylar va yakuniy nazorat testi. Uchinchisi kafedra mudirlari, fanlar taqsimoti, fanlar resurslari bilan to'ldirish nazorati, o'qituvchi sifati va faoliyati, yakuniy va davlat imtihoni, kurs ishlari, test nazorati. Fakultet dekanlari, ishchi o'quv reja, talabalar darsga kirishi, imtihonlar nazorati, davlat imtihonlari nazorati. Beshinchisi o'quv uslubiy boshqarma, reyting baholash belgilash, davlat imtihonlarini belgilash, darslarning kunlik nazorati, kurslarning yakunini nazorat qilish. ATM markazi, tizim nazorati, foydalanuvchilarni kiritish, tizimdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.